Agar izn bersangiz, safarga ketmoqchiman. Qayon ketmoqchisan? Islom ilmini Qubbatul Islom bo'lmish Buxoroda olishni to'g'ri o'ylabsizlar. Afsus, Ko'kaldosh madrasasida siz kabi tarbiyaga muhtojlar bormish. Nechun bul g'aribni himoya qilmoqdasiz? Maxtumquli og'amiz shoir ekanlar. Maxtumquli sizmisiz? Bu kutubxona meni ham o'ziga rom etmish. Bag'oyat katta kutubxona ekan. Bizning qo'shiq va bitgan g'azallarimiz shu xalqimiz uchundir. Turkman tilida she'r biturmen deysizmi? Bu qadar iste'dodingiz borligini bilganimda, siz bilan ilk ko'rishgan kunimdayoq og'ayni tutunardim. Ona tilimni kamsitishingizga yo'l qo'ymasman. Go'zallik borasida turkiy til, turkman tili aslo qolishmaydir. Shayton uyasiga bormag'oningiz yaxshi bo'libdi. To'xtangiz. Arabada kim bor? Uzr, bezovta qilmadimmi? Bilamen o'g'lim, bilamen. Iching yonayotir. Uldamlar Xivaga kela olmadim. Kelmadingiz? Ko'p voqealar bo'lib o'tdi. Siz nihoyatda didi nozik zargar ekansiz. Jo'riqul bolam. Agar unga bir gap bo'lsa, boshingiz ketadir. Angladingizmi? Hujrat untilsa, mana bu uzukning sohibi kim? Kelasi hafta juma kuni Ichanqal'da xon hazratlari mushoira o'tkazmoqni buyurdilar. Shu harakatim birla bu qadimiy ilmning boshini bir yerga jamlamoq nasib etar deya umid qilaman ota.